Assalomu alaykum. Men Abbosova Sanobar, viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazining ginekologiya bo'limida vrach-ginekolog lavozimida ishlab kelmoqdaman. Bizning bo'limimiz 30-32 koykaga mo'ljallangan. Ayollarimizning turli xil kasalliklari davolanadi. Bizning bo'limimizda operativ va konservativ davolanadi. Shulardan surunkali yallig'lanishlar, bepushtlik kasalliklari, bachadon tanasi miomalari, tuxumdonlar kistasi. Bundan tashqari bizning bo'limimizda qin devorlari plastikasi, labioplastikalar yuqori o'rinda amalga oshiriladi. Bemorlarimizni davolash uchun operativ usullardan innovatsion texnologiyalar bo'yicha davolanishlar, laparoskopik kistektomiyalar, laparoskopik miomektomiyalar, bachadon ortiqlari bilan amputatsiyasi, ekstripatsiyasi, bepushtlik tufayli bachadon naylarini tiklash amaliyotlari laparoskopik usulda muvaffaqiyatli davolanib kelmoqda. Shu tufayli muammolar sizlarni bezovta qilsa, albatta bizning viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazining ginekologiya bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin.